Yomon xabar. Ozoda Nursaidovani gelik bosib ketdi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungina tarqalgan yomon xabarga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovani gelik avtomashinasi bosib ketdi deya tarqatildi. Bunga biz asosli aniq xabarlarni sizga yetkazamiz. Aslida bunday bo'lgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketgan. Bu haqda aktrisaning o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Uning yozishicha, klipda suratga tushayotgan boshqa bir voyaga yetmagan aktrisa, operator va rejissyor Shemining ko'rsatmasi bilan Mercedes-Benz G-Class gelik avtomobilini haydagan. Biroq o'sha paytda u mashina boshqaruvini yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari Sabrinaning ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oldingi g'ildiraklari butunlay uning ustidan o'tgan. Orqa g'ildiraklari esa qizning ustida aylanib ketgan. Voqea oqibatida Sabrinaning tos suyagi singan. Boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan. Jabrlanuvchiga birinchi yordam vaqtida ko'rsatilmaganligi natijasida ko'p qon yo'qotgan. Keyin uni 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgan, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligini, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Shuningdek, aktrisa voyaga yetmagan qizni suratga olish jarayonida AQ olib kelgani va unga haydashga ruxsat berganini yozib qoldirgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotlari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida 500 AQSh dollar to'lab turgan. Mazkur hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Sabrina tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Shuningdek, Sabrina normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiya o'tkazish kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Azizlar, bunga sizning fikringiz qanday? Bu uchun Ozoda Nursaidova aybdormi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, Sabrina uchun yordam so'raganlar video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting. Voqelikning davomini biz sizga albatta yetkazamiz.